Oshqozon ichagida yarasi bor insonlarga yoki bo'lmasam gastrit, gastroduodenit yoki shu kabi holatlardagi kasali bor insonlarga, hozirda oshqozoni yaxshi ovqat hazm qilmayotgan birodarlarga, oshqozon ichagida eski yaralardan qolgan asoratlar yoki shu kabi narsalari bor insonlarga biz aloe asalni taklif qilgan edik. Endi shu aloe asalni qanday qilib uy sharoitida oson tayyorlash haqida gaplashib o'tamiz. Agar video sizning fikringizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. 5 yildan katta bo'lgan aloe gulini olib, uni мясоровкаdan chiqarib dakkada suzib olasiz. 500 gram tayyor bo'lgan aloe sokiga 500 gram toza asal qo'shib 2 minut pastki olovda qaynatib olasiz va quyosh tushmaydigan joyga xolodilnikning plyusovoy kamerasiga solib qo'yasiz. Ha, xolodilnikni oddiy produktlarni qo'yadigan joyingizga, morozinlikka emas, juda ko'pchilik morozinlikka solib qo'yadi. Va har kuni ertaman tayyor bo'lgan qorishmani bir osh qoshiqdan ovqatdan yarim soat oldin yeyiladi. Oshqozon ichiga yarasi bor odamlar bir osh qoshiqdan 3 mahal 10 kun, oshqozon og'rig'idigan insonlar, ya'ni oshqozon shilliq qavatini yallig'lanish yoki shu kabi holatlarda bo'ladigan insonlar bir osh qoshiqdan 2 mahal, oshqozonda eski yarasi bor insonlarga esa bir osh qoshiqdan 1 mahal ichishni tavsiya qilgan bo'lardik. Ehtiyot bo'ling. Agar aloe yoki asalga allergiyangiz bo'lsa, ushbu litseniyani qo'llamang.